Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'pchilik xato qildi deyapti. Lekin AQShda kuchli 50 yillik strategiyalar qilishadi deyishadi-ku oldindan. Balki bu hujum ham oldindan belgilanib uzoq muddatli ko'zlangan hujum bo'lsa-chi, deyapti. Ajoyib savol. Ya'ni Amerikada 50 yil oldindan rejalar qilishadi-ku, balki bu ham shuni bir ichidadir. Nega ko'pchilik AQShni xato qildi deyapti deb savol beryaptilar. Ha, bu haqiqatan juda ham muhim savol. Eron, Amerika Qo'shma Shtatlari agar tarixini qaraydigan bo'lsak, ayniqsa Ikkinchi jahon urushidan keyingi tarixini qaraydigan bo'lsak, ma'lum bir sikl davomida hamisha urushib kelgan. U yoki bu ko'rinishda katta kichik urushlarni amalga oshirib kelgan. Ayniqsa oxirgi 20-25 yilda ko'radigan bo'lsak, Amerikaning agressivligi kuchayib ketgan. Uning ham ma'lum bir sabablari bor, resurslar bilan bog'liq va hokazo, institutlari bilan bog'liq. 50 yillik strategiyada urush bormidi o'zi degan savol. 50 yillik strategiyada urush bormidi va agar urush bo'ladigan bo'lsa, bu yerda Trampning nima ahamiyati bor? Bu mana shunaqa yo'nalishda kelsak, chiziqlari ko'rinadi. Deylik, kim bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu davrga kelib, Eron bilan urushish nazarda tutilgan bo'lsa, Tramp bu yerda ahamiyatsiz, ya'ni Trampning u yerdagi qabul qilayotgan qarorlari, deylik, kurakda turmaydigan so'zlari va hokazolar bu yerda hammasi fon bo'lib qoladi degan tushuncha kelib chiqadi. Masala shundan iboratki, ham Eron bilan urushish masalasi kun tartibida Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosiy kun tartibida, geosiyosiy kun tartibida bor edi desa bo'ladi. Lekin bu urush dunyoni ishontirib amalga oshirilishi kerak edi. Oldingidagi. Oldin qanday bo'lgan bo'lsa, o'sha byurokratik kelish kerak edi bu yerga. Ya'ni kimningdir yuzisiz kelish kerak edi. Masalan, mana Obama ham urushgan, Clinton ham urushgan, Bushning kattasi ham, Bushning kichigi ham urushgan, yoki qaysidir urushlarni davom ettirgan bo'lsa, bularning hammasida deylik bu insonlarning yonida nimasi bor edi? Harbiy byurokratiya bilan siyosiy institutlar bor edi. Shunda yonida turib bergan, hattoki global siyosiy institutlar bor edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga o'xshagan. Nafaqat Birlashgan Millatlar Tashkiloti, buning yonida ko'p uni qo'llab-quvvatlaydigan davlatlar, koalitsiyalar bor edi. Bugun Trampning xatosi shundan iboratki, yoki aynan bu xatoni Trampga yuklaydigan bo'lsak, Tramp bu Eron urushiga yalang'och keldi. Ya'ni menga dedi hech qanday Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ham kerak emas, NATOga ham kerak emas menga degan ma'noda to'g'ridan to'g'ri Venesueladan hali uyiga yetib bormagan aviatashuvchilarni Eronga yo'naltirdi. Shu nuqtai nazardan Tramp xato qildi deymiz. Ya'ni bu umuman Amerika Qo'shma Shtatlarining tabiatiga xato narsa emas edi. Tabiatida bor edi bu narsalar. Ya'ni bu ishlarni qilib yurgan sal boshqacharoq qildimi? Boshqacharoq, hammani ishontirib, liberal demokratiya, inson huquqlarini ta'minlaymiz deb turib, mana Minobda nechta bola? 170 ta ko'mishdim g'ayrat. O'zbek shuni oxirgisini toping, statistikani. Ya'ni o'zining oldingi qoidalari bilan, oldingi o'yin qoidalari bilan urushmayotganligi, bu nimaga kelmayotganligi uning xatosi bo'ldi va albatta bu Amerika Qo'shma Shtatlari bu urushdan qanday chiqishidan qat'iy nazar, aynan Eron urushini nazarda tutyapman, hattoki Venesuelani ham emas. Bu urushdan qanday chiqishidan qat'iy nazar liberal demokratiyani butunlay yoki bo'lmasa deylik jiddiy yaroqsiz holga keltirildi. Jiddiy yaroqsiz holga keldi. Endi bundan buyog'iga uning gaplariga hech kim ishonmaydi. Bugun men shuni taxmin qilib turibman, Ardo'jaga davlatlar yadro energetikasi bilan qiziqishni boshlaydi endi bundan buyog'iga. Turkiyaga o'xshagan davlatlar uni oldindan boshlab o'rgandi, chunki bularning tabiatini bilardi. Turkiyaga o'xshagan davlatlar deylik pul siyosatini ham hozir zarar ko'radigan bo'lsa, dollar o'zi siyosiy institutlarning kuchi bilan turadi Amerika Qo'shma Shtatlarida. Agar bu ishonchni yo'qotadigan bo'lsa, oxir-oqibat Turkiyaning pul siyosati, bilmadim, iqtisodchi emasman, lekin pul siyosati to'g'ri bo'lib chiqadiganday bo'layapti-da. Bilmadim endi iqtisodchilar nima deydi, lekin ko'p davlatlar bunga tayyorgarlik qilib kelganini ham hozir kuzatyapmiz. Hozir qancha? 168 nafar. Bolalar bular, qizlar. Ayniqsa qizlardan. Qizlar, shuning uchun yana bularning 200 lamachiligi shundan iboratki, hozir uni
bu qilayotgan ishlarini diniy to'n kiydirishga harakat qilishyapti. Ya'ni Xudoning o'zi qo'llab-quvvatlasin, sizning ishlaringiz bu yaxshi ishlar deb uning atrofida, Trampning atrofida. Shuning uchun mana shunaqa biz krizis davriga kirib kelyapmiz va bular har qanday liberalizmga fundamental qarshi bo'lgan jamiyatlarni yomon ko'raveradi baribir. Savol. Demak, Eron Amerika aviatashuvchisini urgani haqida hozircha bu faqat Eron tomonining xabari, tasdiqlanmagan, hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p. Ya'ni Qaysini uribdi deyapti. Linkolnni, Avram Linkoln aviatashuvchisiga dronlar va ballistik raketalar bilan hujum qilgan, lekin aviatashuvchi ularga chap bergan. Chap bergani tez harakatlanmaydi. Ya'ni undan oldin demak unga xabar yetib kelgan bo'lsa kerak. Unga teggani va unga zarar yetkazgani to'g'risida xabar yo'q. Bu asosan Eron tomonining hozir ma'lumotlari bo'lyapti. Shuning uchun biz maksimal xolis ma'lumotni olishga harakat qilamiz va to'g'ri ma'lumotni olishga harakat qilamiz. Shuning uchun bu hali tasdiqlanmagan. Shuni aytib ketaylik. Linkolnga zarba bersa bu yangi bosqich bo'ladi. Endi bu Amerika. Chunki endi Amerika o'zi eng ko'p maqtanadigan narsasi bu aviatashuvchilarda, ya'ni cho'kmas qal'a deb uni aytiladi. Hamid aka savol ketyapti. Birinchi jahon urushi oldidagi vaziyatda mahalliy mojaro kengroq mojaroga aylanib ketgandek, hozirgi Eron atrofidagi mojaro ham shunday xavf tug'dirishi mumkin deb o'ylaysizmi? Qirg'izistondan savol berishyapti. Frans Ferdinandning o'ldirilishi o'xshab ham ketadi. Mana shuni aytib, ya'ni o'shanda ham hech kim buni jahon urushi bo'lib ketadi deb o'ylamagan-ku. Avstriya, Vengriya, hali Kronsprins, ya'ni Artujiga o'sha Jahon tartiboti kitobini tarjima qilindi-ku, men Odilxon tarjima qildi, men mas'ul muharrir edim. Aynan shu masalaga nima e'tibor beradi? Kissinger e'tibor beradi. Kissinger aytadiki, mana shu nizo bo'layotgan paytda atrofidagi davlatlarga bunga e'tibor berish haqidagi xat jo'natilganda ko'pchiligi anaqada ta'tilda bo'lgan deydi. Javob berilmagan deydi, e'tiborsizlik qilgan deydi. Ayrimlar ta'tilda yurgan, ayrimlar xatlarga javob bermagan, e'tibor qaratmagan, jiddiy qarashmagan va eng qizig'i Kissingerning fikri, bu jiddiy qaramaslik o'sha davr tabiati bilan bog'liq deydi. Shunaqa tashab qo'ygan edi deydi, nimadan e'tiborsiz bo'lib ketgan edi atrofidagi davlatlar edi va keyinchalik bu urushga zamin yaratildi deydi. Va qiziq o'xshatish aynan mana shunaqa ssenariyda ham ketishi mumkin. Agar mana shu Linkolnga aviatashuvchilarga Eron zarba beradigan bo'lsa, demak Eronga berilayotgan zarbalar jiddiy bo'layotganligini ko'rsatadi G'ardo'jaga. Va G'ardo'jaga siz sezyapsizmi, yo'qmi? Xomanayni o'ldirmaganda biroz bular bilan qandaydir til topish kerak degan bir xulosaga kelgan bo'lardi deb o'ylayapman-da, ya'ni rahbar o'zgarmaganda. Hozirgi kelgan rahbarlar yana ham o'sha qirg'iyroq deydimi, yastirib deydi-ku. Urushga moyil qandaydir o'rtada bir qat nima vafot etgandan keyin harbiy elita bilan siyosiy elitaning ma'lum bir qismi undan keyingi kelganlari urushga ko'proq moyilday tuyulyapti. Qarang, siyosat o'zgaryapti Eron. Oldingi zarbalarda ham 12 kunlik urushda ham Eron orqaga nima qilib boshlagandi, to'xtab boshlagandi. Undan oldingilarda ham, masalan, 12 kunlik urushdan oldin ham Eronga zarba bergan vaqtlari bor edi Isroilning. Hammasida Eron biroz o'sha pasaytirib kelgandi va hozir shunday bir tasavvur paydo bo'ladiki, o'g'lining ismi kim edi? Mushtaba Xumonay bu ko'proq harbiyday ko'rinyapti-da. Hozir AQSh bundan xavotir olayotgan ekan. Keyin yana bir narsa, Eron hozir uni saylamayotgan ekan, Hamid aka. Chunki hozir Xumonayning o'rniga saylangan odam aniq Isroil va AQShning nishoni bo'ladi deb uni kechiktirishayotgan ekan. Saylashni kechiktirishayotgan ekan. Mushtaba Xumonayni, lekin ko'proq shu kandidat nomzod shu odam ekan. Bu demak siz harbiylarga yaqinroq deyapsiz. Ya'ni buning qarorini qaraydigan bo'lsa, biroz yoshroq va shu bilan birga hali islom nimasidan, ya'ni revolyutsiyasining ta'midan, mazasidan qochmagan ularda bu. Ham bular to'g'ridan-to'g'ri bular otalar amalga oshirgan, lekin yonida yurib ko'rgan ularda bular. Bu hozir buni qaltisroq qarorlarni ham qabul qila oladi. Yosh va hozir nafaqat ko'ryapmiz, hozir qaytmayapti-ku hech qayerdan.
Qaytmayapti. Siz aytmoqchisiz, Xomanaiy bo'lganda Bo'lganda anchara u endi yoshi katta, ko'proq narsalarni inobatga oladi, baribir yosh faktori ta'sir ko'rsatadi. Ertaroq nimani pasaytirgan bo'lardi deb o'ylayapman-da. ancha bosiqroq ham bo'lardi. Hamdiki o'zi haqiqatdan mana Vladimir Putin ham qattiq qoralab chiqdi-da. Ya'ni mana shu narsani to'g'ri, Vladimir Putin ham o'zi Ukrainaga urush qilyapti. Masalan, u hozir AQShning Eronga urushi emas, Xomanayiyni urushini yana ham ko'p qattiq qilyaptiki, endi bu yerda boshqa masala ham bor. Endi keling bevosita ta'siri. Eronning eng katta rahbari bo'lmagandan keyin u yerda kengash hal qiladi. Ha. Bu degani mas'uliyat masalasi bor. Ya'ni ertaga kimga tushadi u mas'uliyat degan masala. Masalan, hozir Xomanaiy o'zi bo'lganda, deylik, kelishga harakat qilinglar. Gradusni pasaytiringlar deb kimgadir buyruq bo'lsa, hamma bajarardi. Mana hozir kim endi u yerda shunaqa avtoritet hozir hamma eshitadigan? Masalan, deylik, qaysidir harbiy bo'linmalar umuman hech kimni eshitmasligi mumkin. Ular uchun kim avtoritet hozir? Chunki eng asosiy avtoritet ketdi. Avtoritetlar yo'q emas xaritadaga. Yo'q, bor, ya'ni ular ko'p faqat. Ular ko'p va bu yerda eng asosiy masala shundan iboratki, bu avtoritetlarning kuchi elitaning bo'linishiga ham olib kelmayapti-da hozir. Ya'ni anu suverenitetga hujum bo'lib turgandan keyin elita ham bo'linmayapti-da. Va siyosatdagi keskinlikni vujudga keltirayotganligini ko'ramiz. Bu aniq. Ya'ni bu hech qanday nima emas. Ya'ni eng markaziy avtoritet ketgandan keyin deylik, uning o'g'li hokimiyatga keldi va u ko'proq keskinlikni xohlaydigan, urushni xohlaydigan elita, hozir harbiy elita ham, siyosiy elita ham xuddi shunday deb o'ylayapman. Shuning belgilari chunki ko'rinyapti. Xo'p, marhamat, hurmatli kuzatuvchilar, qiyinroq savollar bo'lsa, ya'ni siyosatshunos olimlarga beriladigan savollar, bu kichik savollarni o'zimiz gaplashib o'tiraveramiz. Qiyinroq. Koreya va'da qilgan raketa Isroilni yo'q qiladi deganini Eron nomidan Koreyadan uch. Xo'p, endi Koreya haqida ko'p aytdingiz. Hamdiki yana bir shuni aytib ketsang, ya'ni Shimoliy Koreya so'rashyapti bu mojarodagi ishtiroki yoki ishtirok etmasligi haqida. Shimoliy Koreyaning bu mojaroda ishtirok etib boshlashi, ya'ni Shimoliy Koreyaning global o'yinga deylik yoki urushlarga qo'shilib boshlashi Xitoyga xavf tug'diradi. Ya'ni Xitoy buni Koreya birinchi uni o'ylaydi. Ya'ni Xitoy nima uchun biqinida nima tutib turibdi? Yadro quroliga ega bo'lgan bir davlatni tutib turibdi, chunki u global bunday o'yinlarga o'ziga hujum bo'lmaguncha qo'shilib ketmaslik bo'yicha qandaydir boyagi hujjatlarda ko'rinmagan bo'lsa ham kelishuv bor. Ya'ni Xitoy ham, Rossiya ham yonida yadro quroliga ega bo'lgan davlatga ega. Agar u alohida bir mustaqil o'yinchi bo'lib qo'shilib boshlasa, birinchi Amerika Qo'shma Shtatlariga emas, Xitoy bilan nimaga muammo tug'diradi? Rossiyaga muammo tug'diradi. Chunki biz bilamiz uning bobolari qanday munosabatda bo'lgan u davlatlar bilan. Ya'ni kuchayib ketadigan bo'lsa, Kim Ir Senni ham, boshqasini ham. Shuning uchun ham munosabatlar yo'q emas deb bo'lmaydi. Chunki dushman bir, lekin geosiyosiy ahvoli bir emas. Va yana bir jihati bor. G'ayrat Xo'jaga, sen qandaydir global o'yinchi bo'lib chiqar ekansan, keyinchalik biroz erkinlik ham berishing kerak. Ya'ni senga turli xil kirishlar bo'ladi. Va nimaga ham Shimoliy Koreya menimcha bunga ham tayyor emas. Ya'ni sen global o'yinchi bo'layotgan paytingda kengayishingga to'g'ri keladi-da. U qanday ushlaydi u jamiyatni? Odamlarni ko'proq jo'natishing kerak bo'ladi, ko'proq odamlarni qabul qilishing kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa sening resurslaring kerak bo'ladi. Keyinchalik deylik bunday urushga qo'shilyapsan, bir marta qo'shilding, bo'ldi, men endi ketdim uyga demaysan-ku. Orqangdan uni ta'minlab turish kerak. U Shimoliy Koreyada yo'q va Xitoy ham, Rossiya ham uni cheklanmagan resurslar bilan ta'minlash nimasiga istagida emas. Ardujaga 2017-yil Rossiya hujjat qabul qildi nima bo'yicha? Shimoliy Koreyaga uning yadro qurolini boyitish bilan bog'liq yordam bermaslik bo'yicha umumiy ma'nosi shunda. 2017 hali. 2017
Rossiyaning o'zi bu narsaga qarshilik qilib keldi qaysidir ma'noda Yevropaning tarafida turib. Lekin urush boshlangandan keyin Shimoliy Koreyadan foydalanishga resurslardan foydalanishga majbur bo'lib qoldi. Shuning uchun mana shu belgilarni oladigan bo'lsak, Shimoliy Koreya qandaydir bir yordamlar berishi mumkindir, kichik yordamlar, lekin jarayonni jiddiy o'zgartira oladigan, qayergadir to'g'ridan to'g'ri zarba beradigan masalalarda Eronga yordam bermaydi.